Voy. 3 talik yana go. Yaxshi. Voy, super kart tushvordi bo'ldi. Voy. Barchalarga salom bolalar. Sizlar bilan Freezy Pabgim bolalar. Bugungi rolikimiz buldiribdi 300 ming balansga to'ldirib oldi. Sizlarga 300 ming bilan qanaqa qilib 8100 ga chiqarishni o'rgataman bolalar. Videoga like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin bolalar. O'tgan videoda aytdim 49 salik karali 100 ta like qilsanglar yashirib qo'yaman dedim, ya'ni qo'yaman videoga dedim. Sizlar 100 ta like qildinglar, endi mana shu videoga yashirib qo'yganman. Mana shu promokod 40 ta odamga ishlaydi bolalar. Mana shu videoni ham 100 ta like qilsanglar bolalar, mana shu 40 ta odamga ishlagan mana shu karali degan keysda promokod beraman. Sizlar tekinga keys ochalasizlar. Faqat 40 ta odamga ishlaydi. O'shancha like bosib qo'yinglar bolalar. O'tgan videoga 60 ga qo'ydik. Hozir o'shani aniqlaymiz. Bolalar, barchalardan uzr so'rab qolaman. U video o'chib ketibdi, lekin tashib berdim. O'sha odam kommentariyamga tashib berdilar deb yozib qo'ysangiz xursand bo'lardim. Keyin bu videoga 60 ga qo'yilgan, qanaqa qilib yutaman desanglar, videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar va kommentariyaga IDlarni yozib qoldiringlar. Bolalar, men sizlarga Telegram kanalimni tavsiya etaman, chunki bu Telegram kanalimda bolalar sizlarga kuniga promokodlar tarqatganman. Bu promokodlarga mana 30 so'mdan Telegram profilda yo'q edi, kommentariyada bo'ladi. 99 talik keysdan tarqatganman, faqat men tishlashinga o'shancha o't olinglar. Xo'sh bolalar, endi qanaqa qilib balans to'ldiraman desanglar, meniuni bosasizlar, bu yoqda hisobni to'ldirish bor. Qaranglar bolalar, bu yoqda Uzcard, Visa, Bank, bu yoqda ham Visa, bank kartalari, Click, Paynet, Steam, kriptovalyutadan ham to'lashingiz mumkin, kriptovalyutadan. Xo'sh bolalar, endi bank kartalaridan misol uchun sizlar 50 ming tashlamoqchi bo'lsanglar, Frez 1, Frez 2, Frez 3, Frez 4, Frez 4 deb yozsanglar, sizlarga 20% omad, 20% balanslarga qo'shib beradi. O'sha uchun Frez 1, Frez 2, Frez 3, Frez 4 deb yozsanglar, sizlarga 20% omad, 20% balanslarga qo'shib beradi. Xo'sh bolalar, bu yerda boshqa davlatlar ham to'lashingiz mumkin. Bu yerda onlayn nima? O'yinlar bor, sapyor, mana Crash, G'ildirak, Minora ko'rishingiz mumkin bolalar. Xo'sh, hozir men sizlarga qanaqa qilib bu yerda bulkoin ko'tarasizlar, men sizga yozib ko'rsatib beraman qanaqa qilib ko'paytirish. Ko'rishingiz mumkin, shu bizning foydadamiz. Bu yerda bittadan PUBG emas, Standoff, KZ2, Roblox, Genshin paketlar bor bolalar. Xo'sh bolalar, videoni qaysi joyda promokod berib ketaman, sizlar uni tersanglar, o'sha karali 40 ta odamga ishlagan bunaqa ola olasizlar, keys ola olasizlar, bepulga ocha olasizlar. Uni narxi adashmasam 7000 turadi, lekin sizlar uni bepulga ocha olasizlar bolalar. Shuning uchun videoga like bosib obuna qo'yinglar. Keyingi videoda, agar mana shu videom 100 ta like bo'lsa, keyingi videoga ham 40 ta odamga ishlaydigan qo'yaman. Bu yoqda Bullpass bolalar, ko'pincha obunachilarni so'rayapti, nima qilamiz desanglar, bu yoqda qimmatbaho narsa ola olasizlar. Yaxshi ochsanglar, keyin ko'payadi Bullpassinglar, keyin zadaniyalar bor bu yoqda. Shuni ham bajarsanglar, Bullpassinglar ko'tariladi. Keyin 100 ga chiqarishi, o'sha tishlarni almashtirishni videoning oxirida ko'rsatib o'taman bolalar. Tak, bu yoqda Telegram va kontaktlar bor. Xo'sh bolalar, men risk qilmoqchiman, xullas, risk qilmoqchiman. 5 ta ochmoqchiman. Davайте bolalar 5 ta ochamiz, tishlar ham beradi bizga. Go ketdi. Voy, men moshina tushib berganman. 2000 ta. Propusk bilan 3000 yaxshi. Yana ochib ko'ramiz, tak. Yaxshi. Voy, nima tushdi bolalar? Voy, yomon balans qaytarib qo'ydi-yu. Yaxshi. Lekin u tez tushgandan voy, bir zo'r bo'ladi. Go 5 talik go bolalar, ketdi. Mifik yaxshi, mifiklar tushib bersa. Voy, 3 talik yana go. Yaxshi! Voy, super kart tushvordi bolalar. Voy. Yaxshi bolalar.
propos qilamgu. Yaxshi. Tak, bu kesin sirasi chiqamiz bo'lib bizda tishlar ham bor. Voy, yaxshi. O'sha biz 8100 ola olamiz, lekin sizlarga men ko'rsatib beraman qanaqa qilib ko'proq yuzi olishni. Tak. Yo 8100 ga azigina qopti bolalar adashmasam. 11 mingta bo'lib qo'ygan, 8100 berardi. Hozir ko'ramiz sizlar bilan 10 talik ochib ko'ramiz mana shundan. Metrolikisidan keyin qanaqa his ochishimni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Yaxshi, mana shu bosh tushib berdi, 1000 ta turadi. 3000 ta. Mana sizlarga qanaqa omad ko'rishinglar mumkin. Bu конечно bolalar frez 1, frez 2, frez 3, frez 4. Xo'sh, go yana. Tak. Yaxshi. 3000 ta yaxshi yana. Tak 5 talik. Yo, 10 talik ochamiz yana. Voy, amchuganda. Tak, qaranglar bola, 3 talikni propusк bilan ochamiz. Endi bittalik propusк bilan. Yaxshi. 330 yaxshi. Endi bitta ochib ko'ramiz, nima chiqar ekan, keyin bu yoqdan so'ramiz. Tak, nechta turadi bu? Nechta? 336. Bitta пропуск. Ну. Xo'sh, bolalar bizda endi tishlar bor, menyuni bosamiz, bu yerda pastdan almashtiruvchi bor. Tak. Nima bo'pti? Bug bo'ptimi cho'ta? O't oldim. Mana pastdan almashtiruvchi qaranglar. 53 ta bizda tish bor. Mana ko'rs, mana almashtirish bosasizlar bolalar. Keyin sizlarda 3 ta nimadir xullas bo'yni bittasini tanlaysizlar, keyin sizlarga narsa beradi. Oppa, voy 5000 berib yubordi. Qaranglar bolalar, yutuqni olishni bosamiz, menyuni bosamiz. Bu yerda shaxsiy kabinet bor. Shaxsiy kabinetda paydo bo'ladi. Keyin bu yerda chiqarib olish yusi bor. Sizlar necha yusi chiqarmoqchi bo'lsangiz, misol uchun men hozir ko'ramiz bolalar, 300 mingga kirding, necha yusi olib ketamiz. Xo'sh, necha yusi olib ketamiz. Voy, necha yusi, 10.000 bo'lib ketdi. Почти 10.000 dan ham oshadi. Tak, hammaga xayr, bolalar, sizlar bilan Frizi Pabgim bo'ldi. Obuna bo'lib, like bosib qo'ying.